qabristonga kirishda odobi bo'ladi. Sekin, hurmat bilan, birinchi kattalar kiradi, keyin chiqayotganda eng kichiklar chiqadi. sokinlik bilan qoidalardan bittami shu? Kir, o'zim olay o'g'lim. Mustafa, yordam bergin. Kir. Lekin anaqalar ko'p ekan o'yindisin. Pastrog'iga ko'p qo'yamiz, ozgina ko'rib. Sekin. Sekin kiring o'g'lim. Sekin. Bu yerda indamaslar olami deydi. Nima degani indamaslar olami? O'lmas Ahmedov o'libdi. Nima degani indamaslar olami? Indamaslar nima degani? Jintiradigan bizga Qadbishi. Indamaydigan silence, ha, indamay yotishibdi mana bular. Fotoga olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi. Endi bu yerda kelinglar, men gapiryapman. Bu yerda mana fikr qilinglar. 14-yili o'lgan odam, tug'ilgan odam ekan mana. Ayolam Nima bo'lgan? eshit. Merva Miravayvaylar boshlanganmi? 14-yilimi? 18gacha bo'lgan. Bo'p, sekin baqirmanglar. Keyin olollasanglar olinglar, ololmasanglar yo'q. Mana qarasanglar, bolalar. Yosh ham, qari ham, qiz bola ham, sekin. O'g'il bola ham hamma bir kun shunaqa qabrga kiradi. Mayda o'tirib Qur'on o'qiysizlar, o'tiringlar. Всё это весь O'zbekiston qabriston. Yo, bu Samarqandliklar. Keyin e'tibor beringlar, bu yerda juda ko'p millatlar yashab o'tganda, tojik, o'zbek, forsiylar, o'sha hozir olib qo'yam. Shunaqa ismlar bo'lgan. Bola tug'ilsa, Farida. Bola tema. Ilon deysan? Ha? Ha, qizim. Bola tug'ilsa, dadasi uyga kelib birinchi nimani ko'rsa, shunaqa at qo'yishgan. Teshavoy, boltavoy. To'lagan endi to'lab berdi deyishgan. Yo'q, qandaydir undan oldingi farzandi o'lib qolgan bo'lsa, Xudoyim bizga yana to'lab berdi bizga deb to'lagan. O'shanaqa har xil ma'noda oddiy ismlarni qo'yishgan. Bunaqa Ziyobekka o'xshaganlar ermaylaydi deb bilishmagan, o'ylashmagan. O'lmasin. Ko'pgina farzandi o'lgan bo'lsa, urushda o'lgandir, tug'ilib o'lgandir, u paytlari vaksinalar bo'lmagan, kasalliklardan o'lishgan. O'lmasin yo Allohim deb tilab, so'rab qo'yishgan. U hech qachon o'lmaydi deb qo'yishmagan. Shuning uchun mana shu ismlar haqida ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi mana qabristonlardan. Ashur oyida tug'ilgan ekanda ota bobolari. Hamma sarmashitami? Alloh